milliy kanalda oxir marta ko'rganmiz, milliydan aksiyasi ketyapti. Xohlasangiz hozir birgalikda qilamiz. Ro'yxatdan o'tib qo'yasiz. Katta sovg'a berilyapti. Mana, hurmatli yurtdoshlar, sizlar ham hozir men bilan birgalikda telefoninglarni olib Telegramga kiramiz. Qarang, startni bosdik. O'zbek tilini tanlaymiz. To'liq ismingizni kiriting. Yusuf. Siz ham Yusufmi? Men Kamoliddinov. To'liq sanangizni kiriting. Ha. Yana qo'yasiz. Yo'q, men bunaqa chetga chiziqcha ketgan-ku. To'g'ri, ozgina vaqtinglar ketadi, lekin zo'r narsa. Telefon raqamingizni kiritib qo'yasiz. Sizdan bitta narsani so'ramoqchiman-da. Instagramda sizni ham kuzatib boraman. Xo'p. Yoningizda sheringiz ismi Farinamidi? Ha. Nimaga ikkalangiz bir-biringizga podpiska tashlamagansiz Instagramda? Soxtalik yo'q senda aslo, so'zlaringni rost sevdim. Yolg'on ekan avvalgisi, buni afsus kech bildim. Yo'q, hech kim so'ramaganiz. E'tibor berganingizni qarang. Shunisiga hayronman-da. Bilmadim. Va unga sevamanmi nimadir degansizda, uni videosini ham ko'rgandim. Ya. Meni aybim yo'q deyinglar. Aka, mana qarang. Siz ro'yxatdan o'tdingiz. Endi bugundan boshlab bal yig'ish boshlaysiz. Ya'ni do'stingizga tashlasangiz bo'ladi. Va qolaversa har safar efirda ko'rgan skanerni bitta skaner qilib botga tashlab qo'ysangiz, sizga yulduzcha berishni boshlaydi. Yulduzchangiz qancha ko'pligiga qarab, milliy kanal sizga telefon qilib, sovg'a, eng katta sovg'a nima deb o'ylaysiz mana sizning nazaringizda? Eng kattasi bilasizmi?